Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz kimyoviy bog'ga bag'ishlanadi. Demak, kimyoviy bog' kimyoviy bog'lanish molekulalar shakllanish paytida atomlarning energiyasining pasayishi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda atomlar o'zini eng minimal energetik holatiga o'tadi va o'zaro bog' hosil qiladi. Kimyoviy bog'lanishning parametrlari bular demak bog' energiyasi, bog'ning uzunligi, valent burchagi, demak qutblanish hodisasi va karralilik. Demak, bog'lanish uzunligi bog'langan atomlarni yoki ularning yadrolari orasidagi masofa. Ya'ni bog' uzunligi bu bog'lanishda ishtirok etayotgan atomlarning yadrolari orasidagi eng kichik masofaga bog' uzunligi deyiladi. Valent burchagi demak atom markazlarining bog'lanadigan xayoliy chiziqlar orasidagi burchak. Ya'ni suv molekulasida bog' burchagi 104 gradus deb qabul qilingan. Demak, bog'lanish energiyasi, kimyoviy bog'lanish energiyasi bu bog'lanishni shakllanishi paytida chiqariladigan yoki uni uzish uchun sarflanadigan eng kichik energiya bilan baholanadi. Bog'lanish energiyasi va uzunligi bog'liqligi. Demak, bog'lanish energiyasi va bog'lanish energiyasi va uzunligi orasidagi farqni ko'rishingiz mumkin. Masalan, gidroftarid, gidroxlorid, gidrobramid, gidroyodid kabi moddalardagi bog' uzunliklari, ya'ni 0.92, 1.27, 1.41, 1.61 angstrom, lekin bog' energiyasi 566, 432, 366 va 298 kilojul mol. Demak, bog' energiyasi bu qatorda kamayapti, lekin bog'lanish uzunligi oshib boryapti ko'rayotganingizdek. Bu degani bog' energiyasi va bog' uzunligi bir-biriga teskari proporsional. Kimyoviy bog'lanish bu kimyoviy jihatdan barqaror poliatom tizimlarining shakllanishida olib keladigan ikki yoki undan ortiq atomlarning o'zaro ta'siri va bog'lanish atomlarining elektron qobiqlarini sezilarli darajada qayta tuzilishi bilan tavsiflanadi. Bog'lanish karraliligi atomlar o'rtasidagi hosil bo'lgan bog'lanishlar soni yoki bo'lmasa elektron zishlik deb qarashimiz mumkin. Alo, alo. Hop. Da. Men o'zim kafedradaman. Havo. Bo'ldi, B-ni oldinda turaver. B ga chiqaman hozir. Bo'ldi. Demak, keyingi tushunchamiz bu misollar bilan tushuntiramiz. Ya'ni bog' karraliligini atsetilen misolida masalan 3 bog' orqali bog'langan, ya'ni karraliligi 3 ga teng. Yoki etilenda karraliligi 2 ga teng. Kimyoviy bog'lanish nazariyasi, demak, Lewis kovalent bog'lanish nazariyasini yaratgan kimyoviy bog'lanish ikkala atomlarda ham tegishli umumiy elektron jufti tufayli hosil bo'ladi. Demak, Coastal ionli bog'lanish nazariyasi molekulalarning turli xil zaryadlangan ionlarning elektrostatik tortishuvi natijasida hosil bo'ladi. Birikmalar tarkibidagi atomlarning haqiqiy zaryadi sigma atomning samarali zaryadi deb ataladi. Demak, u oksidlanish darajasidan tubdan farq qiladi. Kimyoviy bog'lanish qutblanish, ya'ni qutblanuvchanlik, demak bu qarama-qarshi zaryadli atomlar o'rtasida yoki bo'lmasa elektromanfiyliklar farqi juda katta bo'lgan yoki bo'lmasa sal farq qiladigan atomlar o'rtasida demak hosil bo'ladigan hodisa, ya'ni dipol moment. Bu yerda qutblanish vujudga keladi va vodorod xlorid hosil bo'lgan paytda manfiy va musbat qutblar ikkita atomlar tarafida hosil bo'ladi. Demak, kimyoviy bog'lanish qutblanishiga asosan demak bu yerda agar bog'lanish tashkil etuvchi atomlarning elektronegativligi, ya'ni elektr zaryadlari boshqacha bo'lsa, bunda dipol momenti hosil bo'ladi. Xo'p, endi dipol momenti bu vektorli miqdor hisoblanadi. Dipol momenti vektorli musbat yoki sal manfiy zaryadli yo'nalishda bo'lishi mumkin. Endi quyida siz suv molekulasining dipol momentini hosil bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Shundan xulosa qilish mumkinki, demak ko'ryapsizki, dipol momenti bu yerda 3 10 darajasi minus 30 kilojul mol. Demak, bu yerda suv qutbli molekula hisoblanadi. Endi kimyoviy bog'lanishning turlari demak kovalent, ionli va metall bog'lanishlarga ajratish mumkin. Kovalent bog'lanish o'zi demak qutbli va qutbsiz turlarga ajratiladi. Vodorod bog'lanish bu van der Waals kuchlaridan sal farq qiladigan vodorod bog'lanish, demak albatta u yerda vodorod kationlari bo'lishi shart. Endi kovalent bog'lanish demak qutbsiz yoki qutbli bo'lishi mumkin. Qutbsiz bu bir xil elektromanfiylikka ega bo'lgan atomlar o'rtasida bo'lsa qutbsiz bo'ladi. Agar turli xil elektromanfiylikka ega bo'lgan atomlar bo'ladigan bo'lsa, demak ularda qutbli kovalent bog'lanish bo'ladi. Qutbli kovalent nazariyasi. Kovalent nazariyada demak ikkita asosiy yondashuv mavjud. Ikkita kvant mexanik usulda, ya'ni valent bog'lanish usulida tushuntirish mumkin yoki molekulyar orbitallar usulida tushuntirishimiz mumkin. Demak, valent bog'lanishlar usulida vodorod molekulasining kimyoviy bog'lanish shakllanishini ko'rishingiz mumkin. Demak, yuqori energetik holatdan past energetik holatga o'tishi.
Kovalent bog'lanishning shakllanishida valent bog'lanishlar usuli bo'ladimi yoki bo'lmasa molekulyar orbitallar usuli bo'ladimi? Barchasi demak atomlarni tashqi elektron qavatlariga bog'liq holatda tushuntiradi. Kovalent bog' demak bu ikkita atomning o'zaro umumiy elektron jufti hosil qilishi hisobiga bog' hosil bo'lishi tushuniladi. Misol vodorodni o'zaro kovalent bog' hosil qutbsiz kovalent bog' hosil qilishi yoki xlor atomlarining o'zaro qutbsiz kovalent bog' hosil qilishi yoki ammiakni molekulasini azot vodorod kationlari bilan qutbli donor akseptor bog' hosil qilishi bularning hammasi yo e, almashinuv mexanizmi yoki donor akseptor mexanizmida kovalent bog' hosil bo'ladi. Kovalent bog'lanishning xususiyatlari demak to'ynovchanlik xususiyati, bu demak cheklangan miqdordagi vodorod bog' hosil qilish xususiyati. E, Demak to'ynovchanlik xususiyatiga qarab turib biz atom cheklangan miqdorda ya'ni cheksiz miqdorda bog' hosil qilmasligini tushunishimiz mumkin. Demak, yo'naluvchanlik xususiyati asosan bu sigma, pi va delta bog'larda kuzatiladi va har bitta bog' fazoda ma'lum bir yo'nalishda bo'ladi. Bu gibridlanish bilan tushuntiriladi ko'pincha. Endi sigma va pi bog'larni ajratamiz. Demak, sigma bog' bu demak orbitallar o'zaro to'g'ri chiziq bo'yicha qoplangan paytda sigma bog' hosil bo'ladi. Agar ular bir-birini parallel qoplasa, demak pi bog' hosil bo'ladi. Sigma bog'ning energetik holati pi bog'nikiga qaraganda ancha yuqori hisoblanadi va pi bog' shuning uchun birikish reaksiyalarida anchayin oson ishtirok etadi, oksidlanish reaksiyalarida ham. Pi bog' demak elektron bulutlarni atomlanish chiziqlari har ikkala tomondan qoplangan paytda hosil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sigma bog'ning ustida pi bog' hosil bo'lmoqda. Tak, endi atom orbitallarning gibridlanishi biz bilamiz. Gibridlanish bu atom orbitallarni turli xil energiya va shaklga ega bo'lgan atom orbitallarning o'zaro gibridlanib, demak, aralashishi natijasida yangi shakl va energiyaga ega bo'lgan orbitallarning hosil bo'lish jarayoni hisoblanadi. Gibridlanishning bir necha turlari mavjud. Bular demak sp2 gibridlanish, sp3 gibridlanish va sp gibridlanish turlariga ajratiladi. Demak, gibridlanishning turlari bilan biz hali siz bilan yana keyingi mavzularimizda hali chuqurroq organik birikmalar mavzularida yana chuqurroq tanishib o'tamiz. Ya'ni alkanlar, alkenlar va alkadenlar mavzularini o'tgan paytimizda batafsil gaplashib olamiz. Demak, hozirgi paytda demak siz keltirilgan tushunchalar asosida mavzuyimizni mustaqil davom ettirishingiz mumkin va agar xohlasangiz prezentatsiyamizni yuklab olishingiz mumkin. Keyingi darslarimizda bu mavzuga yana ham chuqurroq to'xtalib o'tamiz. Demak, ion bog'lanish, kovalent bog'lanishdan keyingisi bu demak, agar qarama-qarshi zaryadli zarrachalarni elektrostatik tortishuv natijasida hosil bo'ladigan kuchli bog'lanish bu ion bog'lanish deyiladi. Bu yerda endi moddalar asosan qattiq holatda bo'ladi. Suvda eruvchanlik, qutbli erituvchilarda yaxshi eriydi, qutbsiz erituvchilarda deyarli erimaydi. Bularga dissonans xususiyati xos bo'ladi. Endi ion bog'lanishda ko'pincha dissonans kuzatiladi va bular ko'pincha elektrolitlarda bo'ladi bizada. Endi vodorod bog'lanish hamma bog'lanishlarga qaraganda o'zgacha bog'lanish bu o'zining son jihatdan yuqoriligi bilan farq qiladi va bu yerda albatta vodorod protonlar ya'ni vodorod kationlarini ishtiroki seziladi va molekulararo va ichki molekulyar vodorod bog'lanishlar farqlanadi. Misol suvdagi molekulararo vodorod bog'lanishi ko'ryapsiz. Tasvirda yoki bo'lmasa sirka kislotadagi molekulararo vodorod bog'lanishini ko'rmoqdasiz. Kichik molekulyar vodorod bog'lanishida demak bitta molekulani o'zining ichidagi vodorod kationlari va elektromanfiyligi yuqori bo'lgan element atomi o'rtasidagi tortishuv natijasida hosil bo'ladigan vodorod bog'lanishini ko'rmoqdasiz. Vodorod bog'lanishi shuningdek biologik aktiv yuqori molekulyar birikmalar, oqsillar, DNK, RNK tarkibida ham molekulararo vodorod bog'lanishini farqlashimiz mumkin. Demak, metall bog'lanish endi bu bog'lanishlarimiz eng oxirgi turi hisoblanadi. Bu faqat metallar, toza metallar uchun xos bo'lgan bog'lanish bo'lib, bu yerda erkin elektron bulutlari metall kristal panjarasining ichida erkin harakati tufayli vujudga keladi. Bunda demak metallarning yaltiroqligi, ularning elektro'tkazuvchanligi yuqori suyuqlanish va qaynash harorati bilan tavsiflanadi. Demak, shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Prezentatsiyamizni, taqdimotimizni mustaqil o'zingiz yana qarab chiqishingiz mumkin. Savol va topshiriqlar oxirida berilgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.